Bir kishi yozyaptiki, mana ayolim deydi, mana rashkimni keltirish uchun boshqa erkaklar unga qiziqayotganligini menga aytaveradi deydi. Keyin aytdimki, ayolingizni tabiati buzilib qopti. Nasl nasabiga qarab olganmisiz desam, ota-onasi yaxshi insonlar deydi. Ota-onasini nasl nasabini tekshirishingiz kerak edi desam, qarab turibdi. Ya'ni bunaqa ayollar haqiqatan ham tabiati buzilib qolganligidan eriga o'zini juft haloliga boshqa erkaklarning nazari tushayotganligini izhor qiladi va unaqa ayollar odatda boshqa erkaklarning nazariga tushish uchun harakat qiladi. Shu uchun ham aytiladiki, agar eridan boshqa uchun bo'yangan bo'lsa, eri bo'lib turib. Demak, dunyodagi barcha hasharotlar unga la'nat o'qiydi. Haqiqatan la'nati ayol hisoblanadi u. Nimaga desa, chunki uni jufti haloli bor. Shu uchun men aytamanki, ba'zi bir erkaklarni erkak emas deb bo'lmaydi. Chunki u erkak, jinsi erkak. Uni hayotiga, g'ururiga, oriyatiga nazar tashlasangiz, erkak ham deb bo'lmaydi. Shu qatorida ba'zi bir ayollarni fohisha deb bo'lmaydi. Qarasangiz, kiyingan, yopiq kiyingan, qarasangiz uni fohisha demaysiz-ku uni. Lekin hayotiga qarasangiz, uni qilayotgan ishlariga qarasangiz, fohisha emas ham deb bo'lmaydi. Bunaqa ayollar va bularni himoya qilmayotgan erkaklar qanchalik o'zini madaniyatli, chiroyli ko'rsatmasin, xorlikni sharaf deb biladi. Tubanlikni yuksaklik deb biladi. Shu uchun bunaqa ayollar tabiati buzilib qolgan deyiladi. Bu ayollar ko'proq boshqalar uchun harakat qiladi. Qanchalik o'zini ko'z-ko'z qilmasin, qanchalik boshqalarga chiroyli ko'rinmasin, aslida u oyoq osti bo'lishi chiroyli deb biladi. Chunki eng yaxshi inson o'z vazifasini to'g'ri bajargan inson. Qo'limizdagi telefon bo'ladimi? Hamma narsa o'zini vazifasini bajarsagina qadrli hisoblanadi. Bunaqa ayollar o'zini vazifasidan chiqib ketgan, o'zini quyish qonidan chiqib ketgan bo'ladi. Shu uchun ham bunaqa ayollarni qadri bo'lmaydi. Bunaqa ayollar boshqa erkaklarning nazarini tortishga harakat qilganligi uchun, bir necha erkaklarni nazarida chiroyli bo'lish xohlaganligi uchun, shularning orasida qadrini yo'qotib, shularning orasida undan bunga o'tib yurishga mahkum o'zi. Bu tajribada ko'rilgan.